Hammanglar har haftaga o'xshash. Bugun bu dars anglab kelgan bo'lishinglar mumkin, lekin bugun dars so'zlamaymiz. Chunki ko'z oldimizda ajoyib cho'ng bir dars so'zlandi. Bu yer tarvashdan biz Allohninki cheksiz shafqatini ko'ramiz. Cheksiz shafqatini ko'ramiz. Biz necha yil yaxshi anglab, o'qib, his qilib bo'lmagan, tushunib bo'lmagan dars amaliy shaklda Allah Taala tarafidan so'zlandi. Shuning uchun hozirgi kunlar birlikda dars oladigan vaqt. Atrofimizda mushunga o'xshagan Allohninki har xil oyatlari yuz beryotidi. Biz o yuz bergan oyatlarni bizga ko'ringan sababiga bog'lab qo'yib o'tib ketsak, masalan, ya tarvash deymiz. Ya unda o'g'anlik uchun, bunda o'g'anlik uchun tarvide deb onun bizga ko'ringan shu formulasi qilib atib qo'yib, u formulani qo'ygan kim, tarvatkuzgan kim, tarvimaga vaqtda sabit tutib turgan kim, bu haqda o'ylanmay sababga cho'qinib o'tib ketsak, bizning ahvolimiz xatar. Chunki bu bir mu'minning tavri emas. Mu'min masalalarga unda qaramaydi. Mu'min sebepke bağlanmaydı. Sebepnin keyindeki Allah'ın kudretini, Allah'ın uçurunu küreleydi. Bir mümin asla ve asla sütünü kalıdın, tuxumni toxudun, mevcularını derextin dep qaramaydı. Del şunundek yer terveş ve onun başka insan aciz kıladigan bundak afetlerini o formulalarga, sebeplerge bağlap ütüp ketmeydi. Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de "Evela yarawna ennahum yuftanuna fi kulli am merreten ev merreteyn thumma la yetubuna ve la hum yezekkerun." Ey Muhammed ulağa qaramansa, yani bir kişiler var, ula yılda bir qatim yoki iki qatim imtihan qilinadi. Shundaq imtihan qilinsimi, ula o kelgan musibetler, Allah'ın ayetlerinden, Allah'ınki maqsad qilgan uchurini elib Allah'a tövbe qilmaydi ve ula vaznasiyat olmaydi deydi. Ular kimlar? Munofiqlar. Demek beşimiz kelgan musibetler olsun veya ki hazırlık o'xshash yer tarvash olsun, bu degan tabiiy hodisa deplan o'tib ketsek, musibetni yaxshi o'qimagan bo'lamiz. O binani mustahkam selish, unda sağlam bo'lsa, munda bo'ldi ekan, munda sağlam bo'lsa, unda bo'ldi ekan, bizning ishimiz emas o. Agar shu binolarni 8 bal tarvashga jadon sağlam bo'lsa, agar Alloh taolo yani 10 bal tarvashchi, 15 bal tarvashchi, biz bir musulmon bilan suhbatimiz bilan o hodisadan o'zimizga tegishli uchurini, vaznasiyatni elishimiz lozim. Bo'lmasa bizning ahvolimiz munofiqlarning ahvoliga o'xshash. Nurg'ulg'an mo'jiza bo'lsa-mu, uning qishini o'tib ketadi, Allohga tavba qilmaydi, o'zini tuymaydi, ojizligini his qilmaydi, vaznasiyat olmaydi. Mushunda ishlarning botqanligini aniq xabar berib qo'ydi Alloh taolo Qur'on Karimda. Ma asaba min musibatin fil ardi va la fi anfusikum illa fi kitabin min qabl an nabraha. Zaminda yuz bergan har qanday hodisa, mayli u yer tarvash bo'lsin, har qanday bir hodisa va la fi anfusikum ve özünlerde yüz bergen her kandak bir hadise, kisel olsun, soğudaki ziyan olsun, her kandak bir musibet illa fi kitabin min qabl an nabraha. Biz onu Allah'ın levhul mahfuzda onu peyda qilish ilgari yezib bo'lgan deydi. Demek, mushunda ishning bo'ldiganligi, ya'ni zaminda mushunda hodisaning bo'ldiganligi, bundan da bizni Alloh taolo xabar berib bo'ldi. Texmi nayt uch qilib, "Va lanabluwannakum bi shay'in minal khawfi wal ju'i wa naqsin minal amwali wal anfusi wat thamarat." Biz sizlarni g'am, endişe, qo'rqinch bilan imtihon qilamiz, chuqum imtihon qilamiz dedi. Hozirga o'xshash. Hozir hammamiz bir xil qo'rqinch, endişe, kechilik uy besib olamiz degan bu g'am, endişe ishda yashayapmiz. Bu bir imtihon. Alloh taolo biz sizlarni chuqum mushuni bilan imtihon qilamiz dedi. Va shundaqla val ju' ocharchilik bilan imtihon qilamiz dedi. Va naqsun minal amwal va savdo ziyon tortqizish bilan, iqtisodiy ziyon bilan imtihon qilamiz dedi. Val anfus can bilen imtihan qilamiz dedi. Kisel bilen yoki ölüm yetim bilen, tuqqanlarimizdan, bolalarımızdan yoki o'zimizdan ana shundaq har xil voqealar o'lib ketishi bilan biz sizlarni chuqum imtihon qilamiz dedi. Alloh taolo Qur'on Karimda bunda degan ekan, biz bunun qarta bizda bir iddia jihatda tayyorlik qilish kerak. Bu Allah'ınki ayetide qandaq darslar bor, qandaq darslarni olamiz. Oldilan bu yer tarvash bizning ko'zimizga nihoyat vahshiylik ko'rinadi. Kichik bolalar tuproqning ostida qilayotgan. Ammo biz buning yana bir yuziga qarasak, bu yer tarvashdan biz Allah'ınki cheksiz shafqatini ko'ramiz. Qanday shafqatini ko'ramiz? Alloh taolo bizni necha yil xotirjam qildi. Necha yil yoqi kechalarda hech qanday bir endişeге tushmadik. Bunda qo'rqinchga tushmadik. Kim bizni ana shunda qo'rqinchga tushirmagan? Kim bizni xotirjam uxlatgan? Bu yani zaminni titretmey tug'izgan kim? Allah. Lekin biz bunu his qilmadik. Allah bizni bunda titretmey turayotgan zaminda yashab turib, Allohga osiylik qildik. Allah'a günah ötküzdük. Allah Teala ma işini kılmağın dese, o iş bizge eğri geldi. Allah bizi zeminde boşunda hatircem yaşatqızıp turup, bizden kiçikini bazı nefsimizin eğişini, kiçikini bazı işleri buyursa,
biz Allah'ın qilgan o yaxshiligini unutib, Allah'ın buyurgan işler bizga nəhayət egri keldi. Allah'ınki çekilgen işlerden yanılmadık. Vahalenki biz ne kadar Allah'ın rahmeti içinde yaşatkanlığımızı unuttuk. Çünkü 30 yıl, 40 yıl yaksı hatırcan yaşaganlığımız için. Hatta bu zimininki terör etmeyi Allah Teala tuğuzganlıktan ibaret bu şefkatimi köpüncümüzün hazırda xiyali kemeklik bizimki. Vahalenki Kur'an-ı Kerim'de Allah Teala ve huvellezî ceale lekumul arda karara. Biz sizlerge ziminni ana şundak bir karar kıptıgızdık. Ana şundak terörmeyi tutuptudık degen bolsun Allah Teala tutup Tumaslık'ınki nima ekanligini bilmagan bo'lg'achqa doim o'shunda bo'ldi o'xshaydi deb qoldi. Allohning buyruqlarini ijro qilmaslik, Allohninki yo'llari bizga ig'ri kelishi bilan tuzkorlikqa tushdik. Alloh taolo bizni bu tuzkorlikda minib ketmasligimiz uchun, bu azg'unlikda texmi cho'nqur petib ketmasligimiz uchun ana shunda azroq tarvetish bilan bizni bir uyg'otdi. Ey insonlar, ziminni masalaga sizlar turalaydigan qilib men qilib buni. Rahman sübtim bilan sizlarga mo'shundaq xotirjamlik ato qilsam, sizlar ziminda doim mo'shundaq endish ichida yashaysizlar degan bu ushurni Alloh taolo bizga berdi bu yer tarvetish orqali. Bir qancha yil ichidagi ne'matni tunmaganligimizni Alloh taolo 2 sekund, 3 sekundlik bir hodisa bilan bizga qanday qilib qo'ydi? Aslatib qo'ydi. Biz agar buni tunib, biz doim hali ham hozirning o'zida shu Allohning Rahman sübtininki tajallisi bilan xotirjam yashayotibmiz, xotirjam o'ltirib o'tibmiz deb buni tunib yetalsak, ondan keyin Allohning ne'matini his qilgan bo'lamiz. Ondan keyin biz bu yer tarvashdan iborat bu Allohning oyatini to'g'ri o'qigan bo'lamiz. Shundaqla biz bu Allohningki har vaqt bizga shundaq yaxshilik qilib ziminni xotirjam endishsiz turayotgan tusa, endi biz o Allah qarta rahmat demaslik, alhamdulillah bütün medhiyle Allah'a xas demaslik, bu ne kadar tuzkorlik. Allah Teala Rahman kulunu şundolam tatışıyla daim bizga qilayotgan o Rahman sübtini bir esletdi bizga. Şuna bizning bu yetarashdan iborat Allohning oyatini oldigan birinchi darsimiz bo'lishi kerak. Biz Allohninki Rahman sübtiga petib ketiglik. Allohga ajoyib qarzdormiz. Chunki havoni shunchalik qisib etsa, xotirjamlikda yashamaymiz. Ziminni ana shunda kichkina tarvitib etsa, biz erishgan narsamizning hammasini ayiramiz. Demak biz har vaqt Allohning ne'mati ichida. İnsanlarınki qanchalik taraqqiy qilib ketsin, qanchalik kuchli ketsin, ne kadar ojiz ekanligini bizga eslatib qo'ydi. Chunki inson hayotida 30-40 yilda bino qilgan narsa Alloh taoloninki ana shu qudratininki tajallisi bilan necha sekund ichida hammasi vayron bo'ldi. Biz bu orqali o'zimizning ojizligini, Allohning buyukligini his qilishimiz kerak. Bu yer tarvash bizga bo'lmaydigandek bu xil fursat tutatgan qiyomatni eslatdi. Alloh taolo Qur'on Karimda qiyomatni sifatlab يَوْمَ تَرَوْنَهَا تَذْهَلُ كُلُّ مُرْضِعَةٍ عَمَّا أَرْضَعَتْ. O günde yani kıyamet günü de sen hamildar ayollarınki tug'ib etganligini ko'rsa degan. Amaliyotda bu vaqada ana shu manzilni ko'rdikmi, ko'rmadikmi? وَتَضَعُ كُلُّ ذَاتِ حَمْلٍ حَمْلَهَا وَتَرَى النَّاسَ سُكَارَى وَمَا هُمْ بِسُكَارَى. Kishilarni esa mastak ko'rsa degan. Amaliy ko'rdik. Kishilar shu uxlayotgan yeridan kiyimini kiymasdan ko'chaga chiqib ketgan ahvollar bo'ldi. Sog' odam mas emas, lekin mas qildigan ishni qildi. Nimishqa? Dahshat nihoyat qattiq. Endi qiyomat o'lingdimi baqatdi. Yaqulul insani yawma idin aynal mafar. O qiyomat bo'lgan vaqtida inson qochadigan yer ne deydi. Ya'ni qochadigan yer topolmaydi. Chunki hamma yer tarvaglik. Chunki qiyomatning boshlanishi qanday bo'ladi? Iza dukkatil ardu dakka. Zimin tarvashidan, mush yer tarvashidan bo'ladi. Bu vaqtda yaqulul insan aynal mafar. Qochadigan yer ne deydi. Kishilarning ne qochadiganligini inqarsimi yer tarvatgan, min qarsi bir bino o'rlayotgan. Demak, yer tarvash bizga qiyomatni eslatdi. Shubihlar taqilyotidu. Nima uchun bu yer tarvash musulmon diyardidan bo'ladi, kofirlar yashagan yerda bo'lmaydi. Amaliyotda bu masalani bir tarafdan qaraganlik. Chunki musulmonlar yashaydigan Turkiyada bo'lgandek, Fransiyada bo'lug'liq. Musulmonlar yashaydigan Suriyada bo'lgandek, Yaponiyada, Suyanda bo'lug'liq. Amerikada o't afti bo'lug'liq. Bu Allohning oyati, Alloh xohlagan yerda bo'ladi. Bir yerda bo'lganligi, Allohning o kishilarga g'azab qilganligi va yoki rahmat qilganlik emas. Uning hikmetini Alloh biladi. Har bir odam uningdan o'zi bir darsdan chiqish lozim. Agar u oyat orqali vafot topganlar mümin bo'lsa, ularning gunohining hammasi afv qilinadi. Payg'ambarimiz Muhammad alayhisalom degandek, ana shu hodisalarda o'lgan kishilar shahid bo'ladi. Payg'ambarimiz Muhammad alayhisalom hadisda sahibul had shahid. Ya'ni ana shu tam besilib o'lgan odam shahid degan. Shunga bu yerda o'lganlar musulmon bo'lsa shahid. Ammo u vafot topganlar shu qiynaldi, lekin shahidlik martabasiga yetdi. Biz bu hayatı şehitlik mertebesinden opat tapalamız, tapamamız, bunu biz bilmeyimiz. Şuna biz özümüzge
bekrak iç ağrıtışımız, özümüz bekrak ve nasihat erişimiz gerek. Elbette o musibet uçağının içinde mümin var, kafir var, fasık var. Hazreti Ayşe Peygamberimiz Muhammed Aleyhisselam'da bu haqda soğuğa vaxtida Allah'ın ana şundan ayetleri, möcüzlü ortak buludu. Ama o yerde vafat tapqanların hammasi yuhşaruna ala niyatihim. Özünün niyeti, emiliga qarab haşr qılınıdı dedi. Şuna bu hadise müminlerge nispeten günahidin pakılmış. Peygamberimiz Muhammed Aleyhisselam hadiste mana moşundaq musibetler sebeplik vafat tapqan, musibet kögen kişiler kıyamet günüse hiç qandaq musibetke uçurmagan kişiler ularının erişken savabını köse idi. Yeveddu ehlul afiye enne luhumahum huridat bil maqaris lemma yarawna li ehlil bela min cezilet thawab. Musibet tatmagan kişiler, musibet tatkan kişiler erişken savabını körüp kıyamet günü kaşki dünyada bedellerimiz qaçıla olan kesilgen bolsa biz bu mukafat erişken bolsak da arzu qılıdı o deydi. Biz o ensirgen kişiler, biz heves qıldığın kişilerge aylanışı mümkün. Eğer mümin bolsa, muşu dünyada haqiqiy mü'mindek yaşagan bolsa. Şuna biz növbetdeki bu musibetlerden onda xiyali özümüzge münasibetsiz yerler bilen emas, özümüz haqida o'ylashimiz lazım, özümüzün acizligini unutmasligimiz lazım. Bu serip qilayotgan, yugurayotgan, bizni g'amga tashlayotgan, hayotimizning hammasini berayotgan ish nima? Bu oxirisi berib Allohning roziligini tutuşamdi, tutuşmamdi. Va yoki ma'lum bir ishlar uchun faqat mushu dunyoda yashash uchunlanmi? Osh yiqilgan o'ylamasan o'ylab boqma. Bir odam maktabda o'qib, yaxshi xizmat topib, ana shunday o'yladi, olimlar deb hayotini bag'ishlab olgan o'ylar bo'lishi mumkin. Ammo natijada hammasi ketdi. Dunyodagi narsalar yer tarvashda ketmasmi? Chuqum shunday ketadi. Yer tarvashda o'lmasakmi? Chuqum o'lamiz. O faqat Allohningki bizni bir aslitishi, chuchitishi. Alloh taolo Qur'on Karimda degandek: "Va man rusul bil ayati illa tahfifa." Biz ana shunday oyatlarimiz ogohlantirish, kishilarni o'zini bir tuntishni avatimiz deydi.